Assalomu alaykum aziz do'stlar. Hozir mana belanchaklarimiz bitdi. Hozir xudo xolasa buni zakazlarimiz bor edi, bularni ham egalariga beramiz. Hop, taglarida fanera bor, o'sha material qoplangan. Hozir kunda bu katta belanchaklarimiz bag'i 1 metrga bunaqasi 60 mi shunaqa. Bu belanchaklarimiz hozir 380 ming qilib beryapmiz. Mana bu kattalarini 380 ming, bular 350 ming. Mana bu ko'p turganlar 380 ming qilib beryapmiz. Mana bu qizil ham 380 minglik. Buni sal ichi chuqurrog'idan, biz sal soyozrog'idan qanday xohlasalaring shunday qilib beramiz. Hop, mana bulari 360 ming, 350 ming, 360 ming atrofida. Sababki bunga material va oyoqlari ko'rgan bo'lsangiz, sal qiyshaygan bo'ladi. Buniki to'g'ri bo'ladi. Shuni hisobida 20 ming, 15 ming, 20 ming razlika qiladi bir-biridan. Bular kачествоsi juda zo'r. Hop, bularda turbalari 20 lik, turbadan oyoqlari ham, kashalari ham 20 likdan bo'lgan, pachenida turadi. Bular hammasi bunaqa bitta tervatib qo'ysangiz, ancha tervanadi. Manzilimiz Namangan viloyati Pop tumani G'urumsaroy qishlog'i. Shunday Patr bozorga chiqsalaring, Patr bozorda yangi joyga ko'chganmiz. O'sha joyda bemalol tanlab o'tib ketaverasizlar. Mana Namangan Andijon yo'nalishi, Toshkentdan bu tomoni Toshkent. Mana yagona degan Patr bozordan keyin o'zi bizning joyimiz. Mana kimga kerak bo'lsa bemalol aytaverasizlar, stol pulab yasaymiz. Xo'p, qolgan belanchalarimiz ham bor. Mana bu yerda mana bularda ham mana fanera bor. Mana bulardan qilib beraveramiz. Kimga kerak bo'lsa katta kichik razmerda qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.